chiqib hozir tasavvur qilib muzikani qo'ysiz, men o'rtaga chiqib dumbani o'ynatib o'yinga tushib beraydi-da. Ya, qora ekan, vobshe deysiz. Bizga bo'lgan hurmat tamom bo'ladi-da. Sizni ham hurmat deyish shunaqada. Men misol erkak sifati bor bolalarni men hurmat qilaman. Qizig'i yo'q uni, mashinasi bormi, yo'qmi, boymi, kambag'almi? O'g'il bola jiddiy, ibodati bor, qanaqadir gapida turadigan bola bo'lsa, bu bizga oshna. 17 ga kirganmi, 29 ga kirganmi, qaqirlimi yoki afrikalimi, qizig'i yo'q bizga. Yaxshi odam bo'lsa, bu oshna bo'lib yurilaveradi. Bugun biz musulmonlar shu islomimizdagi erkak kishi qandoq bo'ladi, ayol kishi qandoq bo'ladi, erda va xotinning vazifa burchlari nima, dadani va onani burchlari nima, bolani burchi nima, shular haqida unutib qo'yyapmiz-da.